Xudo xolasa yana bir toza bekitimiz topshirib oldik. Ko'rib boqaversangizlar bo'ladi. Cappuccino glans bilan oq svetda ishlab berganmiz. Ikki tarafini, teshgan tarafini oynaga tashlab berganmiz. Oltin svetda, chiroqlarni ham oltin svet qilib berganmiz. Podsvetkalari ko'rsangizlar bo'ladi. Zavodskiy variant bo'ladi, eng yaxshisi. Hamma narsalarni eng yaxshidan qilib berganmiz. Gaz plitaning ikki tarafidan karbolan tashlab berganmiz. Neobishniy variantda kachkulga qo'yadiganlargacha bor. Tartmamizga kelsak bo'ladi, eng yaxshi tandemlarni qo'yib berganmiz. Teshkamiz ham gaplaydi. Ashxonamiz вообще ideal chiqdi. Bu yerlarimizda full moykalar bo'ladi, sensorli variantlar, eng oxirgi pokoleniya. Hamma narsalar full, ashtaxtalar o'zida chiqadi. Namin ledlarni podanka qo'yib berganmiz klientimiz. Ashxonamizdan idealni foydalanganmiz. Hamma narsalarni eng chiqqanini o'zingiz ko'rib boqaversangizlar bo'ladi. Şey oldu. Hava bardağı